Diqqat! Toshkent viloyatida yagona bo'lgan Bekobod ixtisoslashtirilgan san'at maktabi yuksak san'at sehrini namoyish qiluvchi konsert dasturiga barchangizni taklif qiladi. Aziz vatandoshlar va san'at ixlosmandlari, Bekobod ixtisoslashtirilgan san'at maktabi san'atga shaydo qalblarni 2025-2026 o'quv yilining eng go'zal oqshomlaridan biriga o'zining San'at qalb sadosi deb nomlangan hisobot konsertiga taklif etadi. Mazkur konsert dasturida yosh ijrochilar tomonidan tayyorlangan musiqiy chiqishlar, ijodiy sahna ko'rinishlari hamda qalblarni hayajonga soluvchi kuy va qo'shiqlar namoyish etiladi. Har bir chiqish ortida tinimsiz mehnat, ustozlar saboqlari va san'atga bo'lgan cheksiz muhabbat mujassam. O'qituvchilarimizning yillik mehnati va o'quvchilarimizning mahoratlarini qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun muhim. Iste'dod va ijod uyg'unligini o'zida aks ettiruvchi unutilmas madaniy kecha Bekobod ixtisoslashtirilgan san'at maktabida 20-may kuni soat 19:00 da bo'lib o'tadi. Kirish mutlaqo bepul. Yillik mehnat samaramizni namoyon qiladigan kunimiz. Siz azizlarni yonimizda ko'rishdan bag'oyatda mamnun bo'lamiz. San'atga oshno qalblar uchrashadigan ushbu go'zal oqshomda diydorlashguncha